Assalomu alaykum. Trenddagi qirtovni tayyorlaymiz biz sizlar bilan. Vkusnaya mazza. Mana azizlar, suv solamiz, tuz solamiz, xamir qoraymiz. Yumshoq qilib qarib olamiz xamirimizni va mayda bo'lakcha bir zuvala bo'ladi. Yupqa qilib va varaqdek qilib yoyib olamiz. Ustidan yog' surtamiz va o'qlov yordamida kesib olamiz. Kesib oldik. To xamirimiz tayyor bo'lguncha, pishgunicha patirimiz non parlaymiz, duxovkaga tiqdik. Patirimiz pishguncha piyozni mayda to'g'raymiz, bodringni parraq qilib to'g'raymiz, pomidorni ham parraq qilib to'g'rab olamiz. Qatiqni seltirib olamiz, tuz tashlaymiz tabiiylarga ko'ra va to'g'ralgan aralashmani aralashtirib olamiz. Tuz bilan tabiiylarga ko'ra. Ungacha patirimiz ham tayyor bo'ldi. Tayyor patirni mayda qilib to'g'rab olamiz. Men tovoqqa to'g'radim. Sizlar xohlaganinglardek to'g'rab olishlaring mumkin. Mana seltirilgan qatiq ustidan solamiz. Suyuq holatda bo'lishi kerak. Aralashmamizni solamiz. Quyib chiqamiz ustidan. Rayhon qo'yamiz betiga tabiiylarga ko'ra. Men shu usulda qo'ydim. Ustidan yog' solamiz, o'simlik yog'idan ozgina. Yoqimli ishtaha azizlarim.